Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Men anchadan beri YouTube'ga video qo'ya olmagandim. Buning o'ziga yarasha sabablari bor. Men esa endi yana YouTube'ga video qo'yishni boshladim. Bugungi esa yangiliklarim sizga iPhone uchun yangiliklar bor. O'zingiz bilgan bo'lsangiz iPhone'ni iOS 26 undan 5 versiyasi keldi. Uni bemalol ustanovka qilib olishingiz mumkin. iOS 26 undan 5 ni yangiliklari ular unchalik ko'p emas, lekin avvalgi baglarni, batareykalarni avvalgidan ko'ra 26.4, 26.3 dan ko'ra ancha yaxshilashgan va klaviaturadagi ba'zi bir xatoliklarni ham ko'rsatib o'taman sizlarga hamda klaviaturadagi ba'zi bir xatolarni ham tuzatishgan, juda ham tez bo'lgan. Shuni yangicha qilib qo'shib olishgan. Keyin siz agar do'stingizga yoki birontaga soобщение messenjerdan yozadigan bo'lsangiz, agar buni do'stingizning yonidagi o'rtog'i yoki birontaga jo'natmoqchi bo'lsa, buni jo'nata olmaydi. Bu shifrlangan bo'ladi. Buni ham endi himoyalaydi Apple. Juda ham maxfiylik va xavfsizlikni kuchaytirib qo'yishgan 26 undan 5 ta. Keyingisi esa 26.5 ta batareyka tizimini ham anchagina yaxshilab olishgan. Avvalgidan ko'ra ko'proqga yetyapti 26.5 va shu yangiliklarni sizlarga aytib o'tmoqchi edim bugungi videoda. 26.5 ni bemalol urib olishingiz mumkin. Sizlarga tavsiya beraman. Yana keyingi yangilik esa 8-iyun kuni iOS 27 taqdimoti bo'lib o'tadi. Asosan bizga 8-iyun kuni bo'lsa